Ko'p odamlar aytadi, buni gapiraverasizmi? Ha. Toki odamlar qorining fazilatini tan olmaguncha gapiraveramiz. Toki odamlar qorini oldida hurmatini saqlamaguncha gapiramiz. Chunki Qur'oni Karim buni ochiq oydin oyatda zikr qildi. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Tabuk g'azotidan qaytayotganlarida munofiqlarning bir jamoasi o'tirib olib, qorilarni, olimlarni ko'rsatib, mana bular qorni kattalar, mana bular qo'rqoqlar, mana bular undoq, mana bular bundoq deb istehzo qilayotgan edi, masxara qilayotgan edi. Mana bu masxarani eshitgan sahobalardan birlari o'rnlaridan turib, seni hozir Rasulullohga aytib beraman deb yugurib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borsa, Qur'on nozil bo'lgan ekan. U odamning yetkazishiga Alloh subhanahu va taolo kutib o'tirmadi. Qorining himoyasiga oyat nozil bo'ldi. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni, uning oyatlari, ya'ni qorilarni, imomlarni, ulamolarni va uning rasulini masxara qilasanlarmi? Boshqa mavzu qolmadimi? Boshqa gapiradigan odamlar qolmadimi sizlarga? Shularni masxara qilasizlarmi? La ta'tadiru. Endi uzr kechirasiz, bilmay qolgan demalaring. Qad kafartum ba'da imanikum. Endi kofir bo'ldilaring iymon keltirganlaringdan keyin. Mana bu oyat o'ta keskir oyat edi. Bu oyat islom ummatining o'ta ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan oyat edi.